Bugungi mavzumiz ekskursiya bolalarni tabiat bilan tanishtirish usuli sifatida rejalar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi reja ekskursiyani tabiat bilan tanishtirish, pedagogik mohiyati. Ikkinchisi esa ekskursiyani maqsad va vazifalari. Uchinchisi esa ekskursiyani tashkil etish bosqichi va metodlari. To'rtinchisi esa ekskursiyaning bolalar rivojlanishiga ta'siri va samaradorligi va shartlari. Reja asosida mavzularni ko'rib chiqamiz. Shunday qilib, ekskursiyaning pedagogik mohiyati. Bunda ekskursiya o'quvchilarni real muhitga kuzatish, tahlil qilish, solishtirish, amaliy faoliyat o'rgatuvchilar ta'limning faol va metodlardan biri hisoblanadi. Chunki bu ayniqsa tabiatni o'rganishda ekskursiya eng samarali metodlardan biri. Bu bolalarni jonli obyektlarni ko'radi, predmetlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'ladi va sensorli tajribasi boyiydi. Bilimlar amaliy faoliyatlar bilan birlashtirib boriladi bunda. Keyin esa ekskursiyaning maqsadi. Ekskursiyaning maqsadi asosiy bolalarda tabiat haqidagi tushunchalarni mustahkamlash, kuzatish, malakasini shakllantirish, ekologik madaniyatni va sog'lom turmush ko'nikmalarini rivojlantirish, qo'shimcha maqsadlar, atrof muhitni asrash bo'lgan mas'uliyatlar kuchaytirish, jamoada ishlash, o'zini tutish, xavfsiz qoidalarga rioya qilish, mustaqil fikrlash va qiziqishni kuchaytirishdan iborat hisoblanadi. Tabiat bilan tanishtirish ekskursiyaning vazifasi bo'lib, bunda tabiiy obyektlar, o'simlik, hayvon, suv, havo, tuproq bilan tanishtirib boriladi va o'simlik va hayvonlar xususiyatini kuzatish, rangni, hidi, shakli va harakat holatini bilib oladi. Va yil fasllarning o'zgarishi, real misollar ko'rsatib olish mumkin hisoblanadi va oddiy tajribalar o'tkazish, bargning tuzilishi, suvning holati, tuproqning namligi, bolalarda atrof muhitga nisbatan mehr va ehtiyotkorlikni shakllantirish mumkin hisoblanadi. Ekskursiyaning turlari. Bunda tabiatda ekskursiya bog'cha hovlisida, maktab bog'i, daraxtzor, bog', xiyobon, daryo yoki ko'l bo'ylarida olib borishimiz mumkin hisoblanadi. Ekologik yo'lak bo'ylab ekskursiya. Bunda tabiatni muhofaza qilish, chiqindilar tartibi, yashil hududlar ahamiyati, qishloq xo'jaligining obyektlari, ekskursiyaning ferma, issiqxona, daladagi ekinlar, chorvachilik joylari, tajriba va maydoniga ekskursiya, o'quv bog'ida urug' ekish, sug'orish, o'simliklarni parvarish qilish kabi ularni o'rgatishimiz mumkin hisoblanadi. Ekskursiyaning jarayoni bir qancha bosqichlari bor hisoblanadi. Bulardan birinchisi tayyorlov bosqichi. Bunda ekskursiyaning maqsadini belgilash, bolalarga oldindan qisqa tushuntirib berish, o'rganilgan obyektni ko'rsatish va xavfsizlik qoidalarini eslatib o'tish kerak hisoblanadi. Bunda albatta jihozlardan foydalanish, bunda lupa, paket, daftar va o'lchagich va suvlardan foydalanishimiz mumkin hisoblanadi. Keyin esa asosiy bosqich bo'lib, bunda real kuzatishlar, nimani ko'ryapsan kabi bolalarga savol berishimiz mumkin. Bu o'simlikning bargi qanday, hayvon qanday harakat qilyapti, taqqoslash va aniqlash topshiriladi. Oddiy tajribalar, masalan, tuproqning namligini tekshirish kabi ularga vazifalar berib borishimiz mumkin hisoblanadi. Va aqli zaif bolalarda uchun ekskursiyaning ahamiyati maxsus pedagogik ekskursiya juda katta o'rin tutadi. Bunda sensor rivojlanishni kuchaytiradi, amaliy tajriba orqali tushuncha shakllanadi, diqqat va xotirani barqarorligini oshiradi, nutqni rivojlantiradi, nomlash, ta'riflash, savollarga javob bera olish, ijtimoiy moslashishni yaxshilaydi, emotsional holatni ko'taradi va bolalar uchun ko'proq qisqa, sodda va izohlar berib borilishi kerak hisoblanadi. Obyektlar qo'l bilan ushlashga ruxsat etiladi, takroriy kuzatishlar o'tkaziladi va kichik guruhlar individual tarzda ishlar olib boriladi. Ekskursiya davomida qo'llanilgan metodlar bunda kuzatish, ko'rgazmalilik, suhbat va savol-javob, amaliy faoliyatlar, tekshirish, ekish, o'lchash, taqqoslash, didaktik o'yinlar, tog', o'simlik, qaysi barg, yumshoq kabi ularga savollar yo'llashimiz mumkin hisoblanadi. Ekskursiya asosida rivojlanadigan ko'nikmalar bu tabiiy obyektlar ajrata olish, guruhlash, bo'lish, qiyoslash, mustaqil kuzatish, ekologik madaniyat, sog'lom turmush tarzini ko'nikmalar rivojlantirish mumkin hisoblanadi. Ekskursiya uchun namunaviy reja. Bunda kuz faslida daraxtlarni kuzatish, kuzgi o'zgarishlar bilan tanishtirish mumkin hisoblanadi va darsning borishi, jihozlar, tanishuv, barglarni kuzatish kabi darslarning mavzular yuzasidan olib borishimiz mumkin hisoblanadi. Va bugungi mavzu shunday iborat edi.